Mijozlar bugungi kunda hammalarning xabarlaring bor. Mana mahallada ishlash bo'yicha hozir davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan siyosatning asosiy qaratilgan mavzu mahalla banklariga bo'lyapti. Mahalla banklarining bugungi kundagi faoliyati mahalladagi ularni o'z o'rniga ega bo'lishi, shu yetkazib bilan birgalikda hamkorlikda ish olib borilishi, mahalladagi ishsizlikni, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha mahalla banklariga ko'plab topshiriqlar berilyapti. Shuningdek, mahalla banklari bugungi kunda o'z maqomini o'zgartirganligi, mahalla banklari bugungi kunda mahallada nafaqat shu aholi bilan bank o'rtasidagi vositachi, balki bugungi kunda mahalla banklari shu mahallani rivojlanishida, odamlar daromadini ortishida o'zini yetakchi o'rnida bo'lib shu mahallada loyihalarni to'plash, loyihalarni ishga tushirish, yangi ish o'rinlarini ochish, aholida turmush darajasini yaxshilash, bugungi kundagi shu ishsizlikni bartaraf qilish, ishsizlikka qarshi kurashish va shu mahallada kichik loyihalarni topib, buni hayotga tatbiq qilish, buni rivojlanishiga shu birinchilardan bo'lib shu ko'mak beruvchi aynan mahalla banklari bo'lyapti. Bugungi kunda